Dalkıncal konam. Savaş yemedim. Anladınlar, ben ailemle oturuşum hem biz ben bu arada ailemle oturmam. Lekin do'konda emas. Aşu gepida yana ikki hasi ko'proq yomon ahvolda. Bu pidokor desa bo'ldi-da. Xalqimizning pidokorligi xalqimizning bunda yapsak bu gap emas bu. Bu bo'layotgan real haqiqat. Bizni yo'qlab kelibdi o'shaga. Endi qo'limizdan kelgancha qarshi oldik, nima qildik? Endi bu hech qancha ish emas. Bu hech narsa emas. Qanchalik biz nima qilsak, kelajakda bizning xalqimiz mana shunday pidokorlarga haykal qo'yadi. Renovatorga o'xshash, boshqa millatlarning qahramonlariga o'xshash, shunday odamlarning biri. Mana shunday odamlarning borligi biz o'zimiz faxrlanishimiz kerak. Millatiimizningki kelajagini ko'taradiganlar mushlar. Bizning vazifamiz mushlarni oqisdan qo'g'dashimiz kerak. Bularning oqisdan yomon gap qilmasligimiz kerak. Oshning o'zi bir turib ba'zi bir odamlar shunday gap qildi, bu tabiiy holat. Siyosatlar uni tushunadi. Do'konlar uni tushunadi. Undan e'tibor bermaymiz. Bu gap qis qilaversin. Gap qilgan narsa o'tib ketdi, ammo mushu ishimiz bilmayversin. Ammo ish uchun mashunda pidokorlar kerak bizga. Mashunda pidokorlarni biz qo'llab quvvatlanishimiz kerak. Nima desa xo'p deyishimiz kerak. Chunki bularning haq rost. Hech qanday bir sho'p-sho'li yo'q. Shuning uchun hozir vaqtimiz ozga Qurbanjonniki mana gapiga qo'shilib, men mashara bir nima deb olay. Farruh kam dedi. Nurg'un insonlar bizni yaxshi ko'rishi mumkin, yomon ko'rishi mumkin. Ammo vatanparvarlik, millatchilik yaxshi ko'rgan millatning yaxshi tarafini so'yib, yomon tarafini nafratlanish degan gap emas. Yomon tarafini mi? Millatning ichidagi eng nachar insonlarni quchoqlab so'yadigan vaqtimizda biz vatanparvar bo'lamiz. U yaxshini hammadan yaxshi deyapmiz. O yomon quchoqlaydi. Bunun uchun 80 million va dunyo qurdining dushmani yo'q. Bizni tillaganlar bizning qarindishimiz. Ba'zileri chidamaymi dunyo qurdi, yomon cho'ngilib ketdi. Nima uchun vatanni ozod qilmaydi deb tillab chiqdi. Ba'zi majburiyatni nima qildi? Haqiqatan nachar insonlar bor, ammo Uyg'urning ichidagi eng nachar inson bu Xitoyning eng yaxshisidan yaxshi. Bravo! Ba'zi birimiz deymiz, Dolqin Aysal muxtoriyatni talab qildi. Boshqalar undaq emas. 100% mustaqillik suygan odamlar bular. Ama siyasatga qarash kerak menga. Atrofga qarash kerak. Agar siz hozir masalan mustaqil bo'lmasangiz, Shvetsiya qarshi olamiz sizni hech vaqtida. Shvetsiya yo'q deydi. Biz uni ko'rmaymiz chunki yozgan, qo'l qo'ygan dokumenti bor uniki. Ularni hammasini biladi. Bular diplomat bular. Ularning odamlari atrofda maslahatchilari bor. Birisi Amerikada ishlaydi, birisi Kanadada ishlaydi. Cho'ng maslahat davatini oldim. 10 yillikda tarbiyalaydigan, tarbiyat chiqadiganga arziydigan hozir bosh ministr qo'ysa shuni bajarib keladigan adamlarimiz bor. Shulardan biri Dolqin Aysal. Başta adamlardan biz götürüşümüz gerek, başta adamlardan kayada bulsa konuşmamız gerek. Kendimize rahmet etmez. Onun namıdan, hemsinin namıdan rahmet etmez. Üzerinden şahsi namıdan rahmet etmez. Ve elbette keyinki seferlerimizde bizim yaxşı bir canlı halda biz görüşümüz diğer birlikte hemimizden rahmet edip tamam kılımız. Amin. Amin. Elhamdülillah. Zetemene ve sekana ve cehenneminen müslimin. Ya Rahman Rahim'in teşvik amallık hatırlayacağını ilahim. Şu halkımızga, şu jutumuzga erkinlik bergaysan ilahim. Şu fidakarlığımızga amal esanlık bergaysan ilahim. Şu bizniki halkımız davalarına o'zing yordam qo'ysan ilahim. Oilalarimizniki, bolalarımızning şu vatan ruhiga tarbiyalanishga o'zing yordam bergaysan ilahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. İmaniye gidelim lan. Bizi giriştirin lan. Çok rahmet.